Olamiz. Faqat yondashishdan qanaqa muddatda ishlaydi maktabda? Nega o'yin o'tkazishimiz mumkin ekan? Nima bo'lar ekan bunda? Qani kelib gapirdi. Qani vaziyat. Lekin hozirgi paytda bilamizki, oddiygina neft tankeridan olishimiz mumkin, bizga arzonga tushadi. Shu turadiga. Demak, laboratoriyadan oldingiz, sintez qildingiz va kelajakda ishlarni qayta ishlarni demak sanoatga qo'llanadi. Demak, qaysi eng samarali asosan laboratoriyada ruh olmadi. Temir topolmay qolsangiz, temirda o'zida singirib boradi jarayon, aqshda saqlashadi. Xo'p, yana. Neyse, yana qanday qadrda oshimiz mumkin?
kerak. Bu o'xshashligi. Kimyo jihatdan tan olgan. Yılda ko'p adabiyotlarda lavozim yozilgan, yana bir adabiyotlarda ikkala olim namunasiga lavozim keltirilgan. Atrofida yozilgani suv hosil qilishini va kislotalar hosil qilishni ham amalda isbotlab oxiriga yetgan odam kim ekan? Ustoz Abdulloh. Asosan nima vazifa ishlar nima uchun ishlatadi? Nimaga kerak? Radioaktiv. Ya'ni nima qiladi? Vodorod bombasini eshitgansizlar, to'g'rimi? Demak, vodorod bombasini tayyorlashda nima ishlatilgan? Dizli bilan ishlatiladi. Bizda davriy sistemaga kiritilgan maqsad nima uchun qarang? Men bitta narsa aytib sizlarga. Demek o'sha birinchi xorishni bilasiz. O'sha paytda davlatga talab qo'yilgan, aynan o'sha paytda
Natriy gidrid. Vodorod kislorod reaksiya kirsa-chi? Suv. Demak, bu yerda 0 dan +1 ga, bu yerda 0 dan -1 ga. Demak, 0 dan -1 ga o'tganda nima vazifa bajaryapti? Oksidovchi 0 dan +1 ga o'tganda qaytaruvchi. Demak, metallarga o'xshab qaytaruvchi bo'ladi. Galogenlarga o'xshab oksidlovchi bo'ladi. Tushunarli? Xo'p, vodorod birinchi marta kashf qilgan olim vodorod haqida aytgan. Nemis adashmasam nemis naviashunos. Yo'q, qarasi.